Assalomu alaykum to'rdoshlar, men Azrat Grafikdan Azrat bo'laman. Bugun biz yana davomliq shu Uyg'urcha xatli film tarjima qilish darsimizning ikkinchi qismi, ya'ni shu Uyg'urcha yo'q, shu suzuk nusxaliq kinolar manbasi va shularni tushirish to'g'risida dars so'zlaymiz. Bu yerda men asosli qilib 7 xil suzuk kino manbasini ta'minladim. Biz hozir bir bilib kirib baksak. Birinchisi bo'lsa, shu Xan yo'ldoshlarninki doim ishlatadigan Rönen Yingshi deydi. Ya'ni mush darslikimizmi asosan mush turbatninki Xanzucha qilib ishlab chiqqan xatli filmlardan o'rnak olib ishlangan darslik. Uyg'urcha xatli film tarjima qilishda chuqur siz tarjima qilmoqchi bo'lgan filmninki 720p lik yoki 1080p lik suzuk nusxasi bo'lishi kerak. 720p lik kinolar odatda 5-6G atrofida bo'ldi, gigabayt atrofida. Andim shu 1080p lik kinolar bo'lsa odatda 15G atrofida bo'ldi. Biz faqat shu 720p lik kinolarni tushirib, shularni tarjima qilib, andan oxirida shularni presslab Uyg'urcha film qilsak bo'ldi. Masalan, biz birdek qilib, hozir mushtorbatlardan inglizcha Inception deydi bu kinoni, ya'ni hanuzcha shu Domon Kungjen degan kinoni izlab tushirib baqaylik. To'g'ridan shu tuzuk kino manbasi izlaganda sizga tavsiya qiladiganim cho'qim shu inglizcha kino ismini toping. Agar siz ingliz kino ismini bilmasangiz, shu Douban to'g'ri kirib, buningki kinolar qanday kirib, masalan biz uningki hanuzcha nomini bilamiz. Domon Kungjen deb. İzleydigan bo'lsangiz, bu kinoniki inglizcha nomi qatorliq ba'zi uchurlar chiqdi. Shuni tavsiya qilganim shu kinolarni izlaganda cho'qim inglizcha ismidan izlang, chunki suzuk kino manbasining hammasi degidek asosan chet el to'rbatlardan keldi. Shunga amal cho'qim shu ingliz ismini orqali izlashingiz kerak. Mesela biz ma'noni izlab baqaylik. Qaraydigan bo'lsak, mana Domon Kungjen deb bor. Asta qaraydigan bo'lsak, biz boy degan 720p delmi shu. Buning cho'nliqi jami 655 GB. Bu 720p va shu 1080p ning hammasi bo'lsa, bozorga silingan shu ko'k nur diskidan bevosita presslab ishlagan yuqori aniqdagi filmlar bo'ldi. Ko'k nur nusxali filmlar odatda 40-50 G atrofida bo'ldi. Biz faqat shu eng kamida shu 720p lik kinolarni tushirib ishlab ishlash kerak. 1080p lik bo'lsa-mu texi yaxshi. Bizning eng oxirida pishiqlab ishlaydiganimiz HR HDTV 6 da bo'ldi. Masalan, dal mush shakl bu to'g'risida vaqt kelganda biz detallarni rasmiy ishlatgan chog'da bu to'g'risida tushuncha berman. HR HDTV bizning eng oxirida pishiqlab ishlaydiganimiz bu mushkul shaklda bo'ldi. Bu nima deganda, bu shu Rening'ninki 720p yoki 1080p likdan hanzucha xatini ichiga nechenzimi biz oldin qismda tushuntirib o'tgandek ichiga singdirib o'tib eng oxirida pishiqlab ishlangan kino bo'ldi. Bu xil kinolar odatda cho'nliqi bu yerda qisqacha tunishtirib o'tsam, cho'nliqi 1024 da 576 bo'ldi.
nisbati bo'lsa 16:9. Ya'ni shu kengliki bilan egizligining nisbati 16:9. 720 piyliqning bo'lsa 1280 da ko'paytirilgan 544 bo'ldi. Lekin buning nisbati 2,39 da 1 bo'ldi. Nimishqa bu 720 piyliq kinolar 16:9 bo'lmaydi deganda, bu 720 piyliq kinolarning hammasi shu kinolarda qo'yilgan shu keng ekranliq kinoningki o'zi bo'ldi. Uningki ustida qora ekran bo'lmaydi. Biz faqat keyinda pishiqlab ishlaganda ustiga qora ekran qo'shib, uni 16:9 holatga kiramiz. Biz tushirgan chaqda shuni tushirsak bo'ldi. Bu yerda men bir tushirib bir sinab ko'rsatib qo'ysam, tushirganda qurolga shunlayni ishlatsangiz bo'ldi. Va yoki ba'zi boshqa qurollarni ishlatsangiz bo'ldi. Lekin men tavsiya qilganim shunday tushirib. Bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, tushirish adresida ishlarni xohlagan birini ko'chirib, masalan biz ma'nolarni ko'chiraylik. Bu shunday o'zligidan tushirish adresini topadi. Masalan biz ekranga tushirishni baqaylik. Bu xil holatdagi kinolar bir qadar cho'ng bo'lganlikdan tushirishga uzoq vaqt ketadi. Shunga siz kinoni rasmiy tarjima qilishdan 1 kun burun tushirib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Biz buni ijro etaylik. Ondan birinchisi yangishi bo'ldi. Ikkinchisi bo'lsa shu dunyoviy dangliq PT urug'i tushirish to'g'ri. Buningdanmi boyagi izlaymiz Inception deb. Qaraydigan bo'lsak, shu har xil nusxalari bor. Biz bu yerdan shu 720p degan xatlarni uchratsak, shuning tafsilga qarab baxsak bo'ldi. Biz bayda deb o'tgandek 700 o'lchamlik 720plik suzuk kinolar odatda 5-6 GB bo'ldi. Shunga bular mencha kichikkan. Bu yerda cho'nglik bo'yicha tuzilgan. Cho'nglik bo'yicha tuzib baxsak. Masalan, ma'lum qaraydigan bo'lsak, bu 40 yillik kino ekan bu. Bu dalmi shu ko'k nur diskisi 6ga yetib qoldi degan gap. Bizga unchalar cho'ng lozim emas. Biz faqat shu 6 yoki 7 atrofida bo'lsa masalan biz mushlarni tushirsak bo'ldi. Masalan biz mushni tushirishni baqaylik 7-2. Buningki mavjaydi man bosimiz BT urqini tushirdi. Biz ustal yuziga tushirdik. Ondan biz buni shunlayda assaqmi bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak bizga tushirdigan narsalarni ko'rsatadi. Biz bularni hammani tanlab tushirish degan bossak bo'ldi. Buni mo'ljalib turay. Buning tushirish usulimizda
Bundan başqa yana bir tor bet bo'lsa, bumu dunyoviy danliq videorolikka tushirish to'g'ri. Buningami biz Inception deb basaylik. Besip buningami cho'ng kichiklik bo'ltirsak, mau 39 bunchalar cho'ng ishlatmaymiz. Asta qaraydigan bo'lsak, masalan mau 720p DTS bu yerda ma'lum emasmiz. BTO'ga tushirish degani. Mau kuni bosgandan keyin shullayninki shu ba'zida BTO'ga tushirish iqtidori tazbek ishlab ketmaydi. Bundan boshqa sizga tanishtirgan yana bir detal bo'lsa, shu BTO'ga tushirishdagi maxsus ishlatadigan detal, ya'ni buning ismi uTorrent deydi buni. Biz buni ichib biz faqat shu tushirish adresiniki BTO'ga adresini ko'chirib buningga chaplaydigan bo'lsak, bu o'zligidan tushirdi. Buningki tushirish adresini men sizlarga shu lozimli detallar deganda bir ta'minlab beraman. Qaraydigan bo'lsangiz buni aytib tez shunlaydanmi? Chunki bu shu maxsus BTO'ga tushirish detali, biz buni to'xtatib turaylik. Ondan 3-chi bo'lib tunishtiradigan bekat bo'lsa, 4-chi bo'lib tunishtiradiganimiz shu Rening'ninki o'zininki kino manbalarini maxsus yo'llaydigan to'rbeti. Chunki ba'zi bir kinolar Rening'da ko'ringan bilan ma'lum sabablar tufaylidan yoki ma'lum pension ishlari to'g'risida buni chiqarimdiq deb bir e'lonlarni chiqarib qo'ydi, lekin tushirish adresini yana shu o'zininki maxsus tushirish betidan topqil bo'ldi. Masalan, izlab baksak, buninki nurg'un turlari bor. Bizning tushirganimiz shu 720p'lik. Endi so'zlaydigan 4-chi tor bekat bo'lsa, 5-chi tor bekat bo'lsa, mau buningdan bu bo'lsa shu dunyodagi dangliq Amerika ko'p qismliq televiziya teatrining kunli yanglab turadigan tushirish adresidan biri tor bekat. Shu televiziya film tarjima qilamiz. Chet elninki deydigan do'stlar bo'lsa, o'sha yerdan tushirsanglar bo'ldi. Buni qo'shimcha qilib so'zlab o'tsam. Ondan bo'lsa
U ABT deydi. Biz kirib bakaylı. Bundan mı biz Daumen Kongjian yani Inception izleyli. Qaraydigan bolsak, bu 720 p'lik. Bundan başqa sizlarga eng axir tavsiya qiladigan to'r bekitim bolsa, IMAX Ticket IM. Bundan mı şu yuqori aniqlikdagi kinolarning tushirish manbasi bor. Mesela qarayolmasak, şerini düşürsek bo'ldi. Eng axirda yig'inchoqlab kelsak, sizlarga hammadan tavsiya qilganim birinchi bo'lib o'sha yingshidan tushirib sinab beqinglar. Agar buningdan tushirib mag'lub bo'lsanglar, maningdan ikkinchisi ya'ni o'sha Kick-Ass 2 degan turbetdan tushirishinglarni tavsiya qilaman. Sen qaraydigan bo'lsak, chunki bu turbetniki o'sha butun dunyodagi ishlatilgan odam soni ko'p. Hammamizga ham bu BTO orqali tushirganda tushirgan odam soni qancha ko'p bo'lsa, tushirish sur'ati shuncha tez bo'ldi. Shunga birinchi bo'lib tavsiya qilganim yingshidan tushiramisanglar, shu Kick-Ass 2 degan turbetdan tushirsanglar bo'ldi. Bugungi darsligimizda shu yuqori narxliq filmlarni tushirish manbasi to'g'risida so'zlandik. Bugungi darsimiz bu şekilde bo'ldi. Kelarki qismlik darsda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.